Cobalt avtomobiliga 65 talik gaz balon maksimal darajada ichkariga kirgizilib, uстановка qilib berildi. Guliston metan propan gaz uстановкасida super mega skidka narxida Cobalt avtomobilining MCM variantiga hech kimda yo'q narsani aytaman. Programma pрошивка, motor, korobka programmalari bilan birgalikda uстановка qilib berildi. Original jihozlari bilan. Qo'yilgan jihozlari bilan bitta tanishtirib o'taman. Xo'p. Boshqaruv blok upravleniyamiz Yevropa gaz brendiga tegishli Basico 24 ga tur. Blok upravleniyasi uстановка qilib berildi. Polshaniki original elektron sistema, map datchik, suv datchik, ключ-atligacha Polshaniki hisoblanadi. Farsunkamiz legendarniy высокоскоростной original ADAX farsunka, original новый italyanskiy reduktorlari bilan uстановка qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyaning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz, do'stlar. Bu videoni MCM bor programma pрошивка qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Inshaalloh programma xizmatini o'zi ham mavjud. Bundan tashqari, barcha turdagi avtomobillarga metan propan gaz uстановка xizmati mavjud. Batafsil ma'lumot va narx-navolarni pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin, do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Obunachilarimiz uchun alohida bonuslarimiz mavjud, do'stlar.